Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh Ukraina tinchlik rejasini ishlab chiqishga Yevropani jalb qiladi. Ukrainadagi urushni tugatish rejasini yakunlashdan oldin Kit Kellogg Yevropa ittifoqchilari bilan muzokaralar olib borish niyatida. Myunxenda u ushbu rejaning alohida elementlari haqida gapiradi. Donald Tramp ma'muriyati Yevropadagi hamkorlariga muzokaralar stolidan joy berish maqsadida Ukrainadagi urushni tugatish rejasini to'xtatib qo'ydi. Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Kit Kellogg tinchlik rejasini yakunlashdan oldin NATO ittifoqchilari bilan individual muzokaralar o'tkazishga va'da berganini ta'kidlab o'tdi. NATO mamlakatlari bosh vazirlari va prezidentlari bilan muzokaralar chog'ida u Kiyev va Moskva o'rtasidagi mumkin bo'lgan tinchlik kelishuvi shakli va Yevropa davlatlari bu jarayonga qanday hissa qo'shish mumkinligi haqida fikrlari bilan bo'lishish niyatida degan yevropalik diplomatlarga. General Kellogg 16 fevral kunlari bo'lib o'tadigan Myunxen xavfsizlik konferensiyasida Ukraina bo'yicha tinchlik rejasining alohida elementlarini taqdim etishga va'da berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyatining yuqori martabali rasmiylari kelasi hafta yevropalik amaldorlar bilan uchrashib, Ukrainadagi keng ko'lamli urushni tugatish yo'llarini muhokama qiladi. Bu haqida AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mark O'In xabar berdi. Shu kuni Mark telekanalga bergan intervyusida aynan Yevropa Ukrainaga urush tugagandan keyin xavfsizlik kafolatlarini berish kerakligini, AQSh esa Kiyevga harbiy yordam uchun sarflangan xarajatlarni qoplash niyatida ekan